Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi, payg'ambar alayhissalom sahobalarga qarab aytdilarki, muflis kishi kim dedilar. Muflis degani kasodga uchragan. Hali bizning tilda bankrot bo'lgan. Shu bankrot bo'lgan kishi kim deb so'radilar sahobalardan. Sahobalar aytishdiki, bizning ichimizda puli va moli yo'q kishi muflis deyishdi sahobalar. Endi ular bankrot deganda biz ham shuni tushunamizda. Puli yo'q odamni tushunamiz. Boridan ayrilib qolganini tushunamiz. Payg'ambar alayhisalom nima dedilar? Ummatim ichidagi muflis, ya'ni o'sha bankrot bo'lgan kishi shunday kishiki dedilar. U qiyomat kunida namozi, ro'zasi, zakoti kabi amallar bilan keladi. Namoz o'qigan, zakotini bergan, hammasi ulug' ajrli amallarmi bular? Savobli? Ana shunday katta amallar bilan keladi, lekin uni haqorat qilgan, buni tuhmat qilgan, bunisini molini yegan, unisini qonini to'kkan, yana birovni urgan bo'ladi. Ana shundan so'ng uning yaxshiliklaridan unga bunga olib beriladi. Hali haqorat qilgan kishiga ham zakoti bormi, namozi bormi, ro'zasi bormi olib beradi. Birovni urganmi, turtib qo'yganmi olib beriladi. Hasanotlar. Agar zimmasidagi haqlar ado etilmasdan oldin yaxshiliklari tugab qoladigan bo'lsa dedilar payg'ambar alayhisalom. Ana endi unda o'sha mazlumlarni gunohlaridan, xatolaridan olinib, mana bu insonning zimmasiga yuklatiladi. Haqiqiy muflis shu dedilar payg'ambar alayhisalom. Ya'ni qiyomatda bor ajr savobidan bebahra qolgan, balki birovlarning gunohini zimmasiga olgan kishi haqiqiy muflis dedilar. Haqiqiy o'sha bankrot bo'lgan shu dedilar. Bizning tilda aytganda. Chunki qiyomatda siz mol dunyoga muhtoj bo'lmaysiz. Qiyomatda solih amalga muhtoj bo'lasiz. Qani edi men ham odamlarga o'xshab zakotlarimni oshirib berganimda edi. Qani edi men ham namozlarimni mukammal ado etganimda edi. Qani ro'zalarni mukammal tutganimda edi deya inson afsus, nadomat chekadigan lahza o'sha lahza. Eng og'ir imtihon o'sha imtihon. Chunki dunyoning imtihonlarida bu yili yiqilsa, keyingi yil tayyorgarlik ko'rib qayta kirish imkoniyatimiz bor. Oxiratda yo'q. Bir marotaba bo'ladi. Ana shu narsani to'g'ri anglab yetishimiz lozim hisoblanadi.